Tarvuz urug'larini aslo tashlab yubormang, chunki ularni suvga solib qaynatsangiz, mo'jizaviy ajoyib natijaga guvoh bo'lasiz. Tarvuz urug'larini shu paytgacha qanday foydali tomonlari bor deya bu haqida hech birimiz o'ylab ham ko'rmagan ekanmiz. Xitoy aholisi esa tarvuz urug'ini ham xuddi qovoq urug'iday foydali hisoblab, undan bir qancha kasalliklarni bartaraf qilishda keng foydalanishar ekan. Tarvuz urug'lari o'simlik yog'i va ziravorlar bilan aralashtirib, qovurib tanovul qilinsa, inson organizmidagi gijjalardan butkul xalos bo'lishiga yordam berar ekan. Va bundan tashqari ham tarvuz urug'ining foydali xususiyatlari juda ko'p bo'lib, biz hozir sizlarga ulardan eng mashhur bo'lgan ikkitasini aytib o'tamiz. Birinchi, tarvuz urug'larining damlamasi kuchli siydik haydovchi ta'sirga ega bo'lib, ortiqcha tana vazndan xalos bo'lishga, ya'ni ozishga yordam beruvchi ajoyib vosita hisoblanadi. Bundan tashqari prostatit kasalligini davolaydi va uning oldini olishga ham yordam beradi. Agarda siz doimiy gipertoniya kasalligidan aziyat chekuvchilar sarasiga kirsangiz, bu damlamamiz aynan siz uchun bo'lib, qon bosimini doimiy bir me'yorda ushlab turishga ham yordam beradi. Bu nastoykani tayyorlash uchun 5 osh qoshiq tarvuz urug'ini 1 litr sovuq suvga solib, olovga qo'yib 45 daqiqa davomida qaynatasiz. Qaynatmani sovutib, kuniga 1 stakandan 3 mahal tanovul qilasiz. Ikkinchi, tarvuz urug'laridan gijjalarni davolashda foydalanish. Buning uchun tarvuz urug'larini olib, tozalab gaz pechkada quritib olasiz. Undan keyin urug'larni xuddi kukun holatiga kelguncha maydalaysiz va kukunni 1:10 nisbatda yog'siz sutga solib, aralashtirib har kuni ertalab och qoringa 2 stakandan tanovul qilasiz. Muolajani 3 kun ketma-ket davom ettirasiz. Bu gijjalardan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Bundan tashqari tarvuz urug'i tarkibida riboflavin, fosfor, kalsiy, sink va B guruh vitaminlari mavjud bo'lib, bu vitaminlar inson organizmini juda ham tetik tutib, kayfiyatni yaxshilashga ham yordam beradi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.